İsmail Ata fondu var ekan. Elga yordam beruvchi. Ko'p yordam berib o'tadi bizga. Masalan, bunaqa 6-7 ko'chamiz bor. Bardan stollarni qo'ydi. Bir transformator nojirda turadi. Jo'rjag'da bir transformator qo'ydi. Shunday qilib ko'p-ko'ptagan ishlardan berib o'tadi. Milliondan oshiqlar yordam berib qo'ydi bizning. Mana bu yerdagi turg'unlar uchun. Hukumatimizda shu kamchiliklar bordi, shu Matrayimov kelib qanday kamchiliklar bor deganda biz kelib aytib, mana toza suvdan boshlab 9 kilometr joyga suv tortib berdi. Masalan, bir detsatimizda ozgina kamchiligimiz bordi. O'sha yerga 30 ming g'ish kerak edi, 30 ming g'ish olib berdi. U detsatimizni ham o'tkazib berdi. Shunchalik qilib bergan ishiga el nomidan katta rahmat aytaman. Masharimizda kichkina bog'imiz bo'lgan edi. Manaqa anorzorlar, xurmozorlarimiz bo'lgan edi. Bularni olib bo'shatib berdik. Mana shu yerda mana fundamentidan tortib to oxiridan noldan boshlab mana shu kungacha mana shu chiroyli qilib navesda hamma yo'g'ini o'zini nimasidan fondidan qilishib berdi. Ko'p rahmat aytamiz el nomidan. Biz mana shu ko'chalarimiz qorong'i bo'lib turar edi. Bu ko'cha undan burilganda mana uzun Karimov ko'cha bor. Shu yer qorong'i tunda вообще hech kim ko'rinmasdi. İsmail Ata fondiga qayrildik. Bir kun ertasi kelib bizga mana shu yorug'larni qo'yib, ko'chani yoriq qilib ketdi. Ja yaxshi udobsa, yaxshi bo'ldi, el xursand. Qish mezgilida podstansiyalarimizga nagruzka tushib, portlar ishlar bo'lar edi, boshqalar mana Ismoil Ota fondidan yordam berilgandan keyin mana podstansiyalarimiz ustlari yopilib, o'nglanib, kuygan yerlar o'nglanib mana yordamlari berildi. Unda tashqari mana yana ma'da podstansiyamiz bor mana. Biri o'daga ketsa, biri pastga ketgan podstansiyalar. Bir emas, ikki, bir nechta podstansiyalarga mana shunday o'zini hissasini qo'shgan İsmail Ata fondilar. Qizilqishloq aile hukumatiga qarashli Bo'ston uchastkasida 320 xo'jalik bir podstansiyada o'tiradiligi o'ta qiyin ahvol bo'lib, даже nima bolalar maktabdan kelishib kompyuter ishlata olmaydiligi o'ta qiyin ahvolda biz keyin borib İsmail Ata fondiga qayrildi. İsmail Ata fondi tarafidan bizga mana ko'rib turgan yerdagi 400 kilovatlik bir transformator olib berdi el uchun. 680-700 xo'jalikqa nimalar Merkindagi kanalizatsiya tutuklari o'tkazib berildi. Kanalizatsiya sentralniy nimaga qo'shib kanalizatsiya o'tkazildi. Hozir har bir xo'jalikning har bir uyning ichidan kanalizatsiyalar chiqadi. Современный el yashab qoldi. Biz elder bütün şu Karasel suyunganmiz. 8 aylık hükümet suyunganmizda bizga suv yetdi deb. 18 kub suv ortunda 19 kub suv kelgan. Oşunda su gengdi oldu, elderimiz, dihqanlarımız gelip, her çoğuluş bolğan sayı, her ayılda toy olgan sayı şu İsmail Ata fondunda pata vergenmiz, alıp vergenmiz. Sebebi su, elder su menen jet. Su ömürdün bulağı da elder dihqançılık, şu elder su içip, şu elder rahmat aytip, şu fondga, İsmail Ata fonduna rahmat. Sebebi elge yerden beri ötadi. Biriyle buna kanal, faktı kanal. Kanalda qazib bergende qancha el suyunganmiz. Azidina suyunib atamiz. Buna qishvatga detsatga yordam berdi fond tarafidan. Uşaqlarımızın eməsi bilen, hurmatı bilen şundal İsmail fondu bilen şu meşidi 2010-yılda salıb bergen. Öz ailəsində özü 2 meşid bolsalar, iki meşidi biriktirip şu ayıl 50-100'ün barını biriktirip Matrayim tabi şu İsmail fondundan akça şu bölüştürüp şu meşid salıb bergen. Su Kırgıza su çıksak otar. Tünü günü su bal bu жерде. Mektab оқушылар da su menen kamsız boldu. Bu жақта жашаган elder de kamsız boldu. Эми Кайрат айылында эми таза su 95% чечилген.